Mamlakatimizda xotin-qizlarni tadbirkorlikka keng jalb etish, ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash va yangi biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Ana shunday loyihalardan biri sifatida O'z sanoat qurilish bank tashabbusi bilan ayollar tadbirkorligi qoyadan natijagacha mavzusida maxsus trening tashkil etildi. Unda tadbirkorlikni boshlash istagida bo'lgan xotin-qizlar hamda muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar ishtirok etishdi. O'zbekistonda ayol tadbirkorlar uchun hozirgi kunda eng zo'r shart-sharoitlar yaratilgan. Vaholanki statistikani olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda 2025-yilda O'zbekiston bo'ylab 260 mingdan ortiq tadbirkor ayollar bor va bu statistikani 5 yil oldingi sonlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu juda ham katta o'sishni belgilab beradi. O'z sanoat qurilish bank tomonidan imtiyozli moliyaviy xizmatlar, maxsus kredit dasturlari hamda biznes ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar orqali ayollarning biznes tashabbuslarini ro'yobga chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bizning O'z sanoat qurilish bankimiz ham ayol tadbirkorlarimizga 2025-yil 506 milliard so'm, joriy yilning 1-may holatiga 126,7 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilgan. Bundan tashqari bankimizda Hamroh dasturi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash kredit mahsuloti ishlab chiqilgan. Ushbu kredit mahsuloti 20% bilan asosiy vositalarni sotib olishga 84 oyga, 24 oyga imtiyozli muddati bor. Aylanma mablag'larini to'ldirish uchun esa 18 oyga 3 oylik imtiyozli muddati bor. Shuningdek, uchrashuv davomida spikerlar tomonidan biznesni noldan boshlash tajribasi, to'g'ri qaror qabul qilish, ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlash borasida maslahatlar ham berildi. Sabr bo'lish kerak. Sabr albatta muhim narsa. Chunki ko'plar biznes boshlaydi va biznes boshlagandan keyin darrov bir kunda muvaffaqiyatga erisha olmaysiz siz. Uni albatta oldin mukammal o'rganasiz, yiqilasiz, turasiz. Mana shu sabr bo'ladi. Men bugungi kunga kelishim uchun 22 yil sabr bilan kurashganman. Bugungi kunda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish va ularning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda O'z sanoat qurilish bank tomonidan xotin-qizlarning moliyaviy savodxonligi va tadbirkorlik ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan bu kabi amaliy hamda motivatsion tadbirlar muntazam tashkil etib kelinmoqda.